Recording in progress. Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab sizlar bilan nemis tilini o'rganamiz. Xo'p. Nemis tilini bugun sizlar bilan faqatgina alfavit qismini o'rganib chiqamiz. Keyingi darslarda qadam-ba-qadam nima deydi, darajamizni o'stirib boramiz. Xo'p, nemis tili alifbosi. Nemis tili alifbosida 26 ta harf, 3 ta umlaut hamda bitta st, ya'ni juft undoshi bor. Ana endi har bir harfni o'qilishini ko'rib chiqamiz. O'zimda olib qarasa nemis tili, masalan, men uchun ingliz tiliga qaraganda o'rganishim osonroq bo'lgan. Agar kim oilada ingliz tilini bilsa, nemis tilini o'rganish ularga osonroq bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchi harfimiz bu A. Unlisi hisoblanadi. A harfi. A harfi o'zbek tilidagi A kabi talaffuz qilinadi. Apfel, hazi. Keyingisi bu bizada B harfi. B harfi o'zbek tilidagi B kabi talaffuz qilamiz. Banani, g'abi. Keyingisi bu S undoshi hisoblanadi. U ikki xil talaffuz qilinadi. Nemis tilidagi so'zlarni, ya'ni nemis tili o'zagi nemis tili bo'lgan so'zlarda, ya'ni nemis tilidan kelib chiqqan so'zlarda ular S kabi, ya'ni ingliz tilidagi C harfi nemis tilida S kabi. Chetdan kirib kelgan so'zlarda S harfini ko'rsangiz K kabi talaffuz qilasiz. Ya'ni kim bu yerda birinchisida cent, chunki bu nemis tilining o'zining so'zi, keyingisi taco. Keyingisi bizada D harfi. D harfi nemis tilidagi, o'zbek tilidagi D kabi talaffuz qilinadi. Ya'ni kim bu yerda D, delfin. Keyingisi RD. Keyingisi E harfimiz. Bu o'zbek tilidagi E kabi talaffuz qilamiz. Ezel, Feder. Keyingisi bu bizada F undoshi. F undoshi o'zbek tilidagi F kabi talaffuz qilinadi. Fish, elefant. Keyingisi bu G harfimiz. U o'zbek tilida G kabi talaffuz qilinadi. Gans. Keyingisi nagel. Xo'p, keyingi harfimiz bu H undoshi hisoblanadi. H undoshi o'zbek tilidagi H kabi talaffuz qilinadi. Faqatgina bitta tomonga e'tibor berasizlar. H harfi so'z boshida o'qiladi. So'z o'rtasida o'qiladi. Qachonki bo'g'in faqat so'zda, ya'ni kim so'zmas da o'sha word deydi, ya'ni kim so'z o'zida bitta H undoshi bo'lsa. Qolgan vaqtda H so'z o'rtasida umuman o'qilmaydi. So'z oxirida ham o'qilmaydi. Demak, birinchi so'z bu hun o'qiladi. Keyingisi bu uhu o'qiladi. Mana bu yerda huhin o'qilmaydi, chunki men aytdimki, H harfi so'z o'rtasida o'qilmaydi. Keyingisida so'z o'rtasida kelsa ham o'qilishiga sabab uhuda. Chunki qarang, bu yerda faqatgina unli ham bittagina undosh harf H bor. Bu vaqtda esa o'qiladi. Keyingi harfimiz bu bizada I harfi. I o'zbek tilida I kabi talaffuz qilinadi. Eagle, titg'oni. Keyingisi bu bizadagi Ya harfi hisoblanadi. Yoki yot. Yot harfi Y kabi, J ko'rgan harfiylar Y kabi talaffuz qilamiz. Jaki emas, yaki. Chetdan kirib kelgan so'zlarda esa J yoki J kabi talaffuz qilinadi. Boja. Keyingi harfimiz bu bizada K undoshi. O'zbek tilidagi K kabi talaffuz qilinadi. Hop, ku, volki. Keyingisi bu L undoshi L kabi, ya'ni o'zbek tilida L bo'lsa, bularda ham xuddi shunaqa talaffuz qilamiz. Lampa, meloni. Keyingisi bu M harfi, ya'ni M harfini o'zbek tilidagi M kabi talaffuz qilaverasiz. Mouse, blume. Keyingisi bu N harfi. O'zbek tilidagi N kabi talaffuz qilinasiz. Naza, birni. Keyingisi bu O undoshi. O'zbek tilida O kabi talaffuz qilasiz. Ofen, hozir. Keyingisi bu P undoshi. O'zbek tilidagi P kabi talaffuz qilinadi. Paket, g'avpa. Keyingisi bu Q harfimiz. U KV kabi talaffuz qilasiz. Qayerda Q bilan U kelsa, faqat Q ni o'zi emas, Q bilan U ko'pincha 90-95 holatlarda yomon keladi. Xuddi fransuz tiliga o'xshab, bunda ham KV talaffuz qilasiz. Kvalle, akvarium. Ya'ni Q U kelsa, KV kabi talaffuz qilasiz. Masalan, aqua so'zi shu yerdan kelib chiqqan. Keyingisi bu bizada R harfi. R harfini siz ko'pincha
boshida o'rganayotganda hamma R kabi talaffuz qilinadi yoki G kabi talaffuz qilsangiz ham bo'ladi. Ring. Keyingisi bug'ot. Keyingisi harfimiz bu bizada S harfi. S harfi Z kabi talaffuz qilasiz. S'ni, mana bu C harfini S harfini bo'lsa Z kabi talaffuz qilasiz. Zonni, g'ozi. Keyingi harfimiz bu T harfi. O'zbek tilidagi T kabi talaffuz qilinadi. Tafel, ente. Keyingisi bu U harfi. O'zbek tilidagi U kabi talaffuz qilinadi. Ur, buh. Ko'ryapsizmi, bitta H kelyapti, so'z o'rtasida kelyapti. Lekin bir bo'g'inli bo'lsa ham bu yerda R undash bo'lganligi uchun H ni o'qiymiz. Ur kabi talaffuz qilasiz. Keyingisi bu buh. Qo'shma undashlarni keyingi darslarda inshaalloh ko'rib chiqamiz. Keyingi harfimiz bu fav. Bu V harfi fav hisoblanadi va u ikki xil talaffuz qilinadi. Xuddi boshida aytib o'tdim-ku, nemis tilidagi so'zlarda u F kabi, chetdan kirib kelgan so'zlarda V kabi talaffuz qilinadi. Birinchisi fogel, keyingisi pullover. Pullover bizda ingliz tilidan kirib kelgan. Keyingi harfimiz bu V harfi. V o'zbek tilidagi V kabi, ya'ni varrakdagi yoki vali kabi so'zlardagi V kabi talaffuz qilinadi. Val, gevito. Keyingisi bu X so'zi. X kabi talaffuz qilasiz. Yoki KS. Ksilofon, heksa. Keyingi harfimiz bu Y. Y harfi inaqda ba'zi bir holatlarda I, ya'ni unli kabi talaffuz qilinadi. Qachonki ikkita undash o'rtasida kelsa. Qolgan vaqtli holatlarda Y kabi talaffuz qilinasiz. Yak. Ikkinchisi piramida. Bu yerda I kabi talaffuz qilinishiga sabab Y harfi. Chunki P bilan R kabi undosh harflar o'rtasida kelganligi uchun unli kabi talaffuz qilasiz. Va oxirgi harfimiz bu Z hisoblanadi. Z bu tak rus tilidagi C kabi, tsiplyonok C bor-ku, jo'jadagi C. Xuddi shunaqa talaffuz qilasiz. Zelt. Va chetdan kirib kelgan so'zlarda Z kabi talaffuz qilinishi qoladi. Bg'izal. Bu sizlar bilan birinchi darsimiz hisoblanadi. Ikkinchi darsimizda sizlar bilan umlautlarni, qo'shma undoshlarni, hammasini, diftonglarni ko'rib chiqamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.